Jo'xori yormasini tanlashingiz uchun 11 sabab. Xayrli kun azizlar. Nonushtani keragicha yaxshi qilish kun bo'yi quvvatingizni pasaymasligiga yordam beradi. Bunda oqsil va uglevodlarning me'yorini to'g'ri saqlash muhim sanaladi. Bunda ideal me'yorni aynan jo'xori yormasidan topish mumkin. Ushbu yormadan bo'tqa tayyorlashda suvdan ham, sutdan ham foydalansa bo'ladi. Shuningdek, jo'xori yormasidan kotletlar ham tayyorlash mumkin bo'lib, ular go'shtni o'rnini bemalol bosa oladilar. Jo'xori yormali bo'tqaning foydasi qadimdan ma'lum va mashhur bo'lgan. Shotlandiyada ushbu bo'tqa turi 12-asrdan buyon mavjud bo'lgan bo'lsa, uning keng tarqalishiga shotlandiyalik olimning jo'xori kepagini ishlab chiqarishi sabab bo'lgan. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Dr. Uz YouTube kanalida. Ushbu yengil va vitaminlarga boy mahsulot ayniqsa keksa yoshdagi bemorlar uchun ayni muddao bo'lgan. Pishirilmagan va shakar solinmagan ko'rinishdagi jo'xorini iste'mol qilish ovqat hazm qilish jarayonini qo'llab-quvvatlashda ichaklarga yaxshi yordam bergan va aynan shu xususiyati uchun undan keksa bemorlarni oziqlantirishda foydalanilgan. Va bu jo'xorini ishlatilishining bir ko'rinishi xolos. Shuningdek, jo'xori yuz uchun ajoyib krem yoki quruq shampun ham bo'la oladi. Navbatdagi galda jo'xorining barcha foydali xususiyatlari haqida hamda uni muntazam iste'mol qilinganda organizmda qanday o'zgarishlar sodir bo'lishi to'g'risida bilib olishimiz mumkin. Jo'xori yormasini iste'mol qilishga 11 sabab. Birinchisi, jo'xori yormasini maxsus jo'xori o'simligini qayta ishlanishi orqali olinadi. Ularda jo'xori kepagidagi barcha foydali xususiyatlar saqlanib qoladi va shu bilan birga organizm tomonidan tezroq o'zlashadi. Qayta ishlangan mahsulotni hazm qilish uchun kamroq quvvat sarflanishi tabiiy. Shunday ekan, jo'xori yormasi iste'molidan so'ng qorin to'lib qolishi, uyquchanlik va bo'shashish hissi paydo bo'lmaydi. Ammo boshqa barcha yormalar kabi jo'xori ham uzoq vaqt mobaynida hazm bo'ladi. Bu esa uzoq vaqt davomida ochlik hissini paydo qilmaydi va ortiqcha ko'p tanovul qilishingizga yo'l qo'ymaydi. Aynan shuning uchun jo'xori nonushtabob yegulik sifatida butun dunyoda mashhur. Ikkinchisi, yormalar tarkibida yirik kletchatkalar mavjud bo'lib, ular xuddi shotka kabi oshqozon va ichaklarni ortiqcha hosilalar va toksinlardan tozalaydi. Bir porsiya jo'xori yormali bo'tqa organizmni muntazam tozalash jarayonini izga solib qo'yishi mumkin. Uchinchi, katta hajmdagi kletchatkalardan tashqari ushbu yorma tarkibida katta miqdorda pektin moddasi mavjud bo'lib, u oshqozon ichak tizimining umumiy faoliyati uchun juda muhim sanaladi. To'rtinchi, muntazam ravishda jo'xori yormasini iste'mol qilish bilan teringiz va sochlaringizning umumiy holati yaxshilanayotganini seza boshlaysiz. Teringiz anchayin silliqlashib, sochlaringiz esa jozibadorroq tusga kira boshlaydi. Gap shundaki, jo'xori kollagen moddasini ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi va aynan shu modda teri, soch va tirnoqlar sifati uchun javobgar hisoblanadi. Bundan tashqari, kollagen moddasi tomirlar elastikligi va bo'g'imlarning harakatchanligini ta'minlaydi. Jo'xorini immunitetimiz ham yaxshi ko'radi. Shu sababli mavsumiy epidemiyalarda jo'xori yormasi o'rnini hech narsa bosa olmaydi. 6. Jo'xori tarkibida katta miqdorda antioksidantlar bor bo'lib, uning doimiy iste'moli organizmdan toksinlarni chiqarishda qo'l keladi. Bu esa organizm yoshligini saqlash va autoimmun kasalliklarning rivojlanishini oldini olish demakdir. 7. Jo'xori yormasi stress bilan kurashda yordam beradi. Uning magniy hamda B guruh vitaminlariga boy tarkibi asab hujayralarini mustahkamlashda qo'l kelib, ularni stress natijasida buzilishiga yo'l qo'ymaydi. Magniy butun asab tizimiga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. 8. Ushbu mahsulot ayollar uchun ham foydadan xoli emas. Jo'xorini muntazam iste'mol qilish estrogenlar ishlab chiqarilishi faollashtiradi va ayollik jozibasini oshiradi. Ko'krak saratoniga chalinish xavfini kamaytiradi. Feromonlar ta'sirida ayollarga atrofdagi insonlar bilan munosabatni tiklashga yordam beradi. 9. Jo'xori yormasi oqsilga boy bo'lganligi sababli go'shtli taomlarni o'rnini bemalol bosa olishi mumkin. Biz aslo vegetarianlikka chorlamaymiz, balki podagra kasalligiga uchramaslik va jigarni sog'lom saqlash uchun go'sht iste'molini yosh o'tgan sayin kamaytirishni tavsiya etamiz. Yana shuni aytish joizki, ko'p miqdorda go'sht iste'mol qilish qon quyilishiga olib keladi va yurak tizimi ishlashida qiyinchilik tug'diradi. 10.
Jo'xori tarkibidagi foydali moddalar melatonin va serotoninlarni ishlab chiqarilishini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu moddalar o'z navbatida uyquni me'yorlashtirish va stress holatidan xalos bo'lishda qo'l keladi. 11. Jo'xori yormasi antibakterial xususiyatlarga ham ega. Ushbu mahsulot oshqozon og'riqlaridan aziyat chekadigan insonlar uchun munosib darmondori bo'la oladi. Zero uning yordamida yaralar bitishi osonlashadi. Jo'xori yormasi bo'tqasining foyda jihatlari mana shulardan iborat. Shuningdek, jo'xori tarkibidagi biotin mushaklar vaznni orttirishga olib keladi. Uning ushbu xususiyatini ayniqsa sport bilan faol shug'ullanuvchi insonlar yaxshi qadrlaydilar. Go'zallik retseptlari. Teri va sochlarning tabiiy go'zalligi va sog'lomligini boshqa kimyoviy vositalarsiz saqlab qolishning imkoni bor. Bu holatda asosiy yordamga jo'xori uni yoki maydalangan jo'xori yormasi keladi. Ulardan turli niqoblar, kremlar va surtmalar tayyorlash mumkin bo'ladi. Birinchisi, jo'xori unidan quruq soch yuvish vositasi sifatida foydalanish mumkin. Garchi bunday shampun faqat och rangli soch turlariga to'g'ri keladigan bo'lsa ham, ushbu vosita ortiqcha kir va yog'larni yaxshi ketkaza oladi. Buning uchun maydalangan jo'xori donalari yordamida soch ostini yengil uqalab, so'ngra tarab tashlash kerak bo'ladi. Ikkinchisi, jo'xori teri uchun ajoyib tozalovchi vosita hisoblanadi. O'z tarkibi bilan jo'xori terini ham ortiqcha yog' va kirliklardan yaxshi tozalay oladi. 3. Sut va jo'xori yormali niqob soch to'kilishini to'xtatishda asqotadi. U soch ostidagi mikroblarni o'ldirishga va folikulalarni uyg'otishga yordam beradi. Omega 3 moddasi esa teri qazoqlashishini bartaraf etadi va elastikligini oshiradi. 4. Antibakterial va namlantiruvchi xususiyatiga ko'ra, jo'xoridan tayyorlangan niqoblar yuzdagi toshmalarni bartaraf etishda va teshikchalarni kichraytirishda ayni muddao bo'la oladi. Shu bilan birga yuzdagi yallig'lanishlarni ketkazishda teriga shikast yetkazmaydi. 5. Jo'xori tarkibidagi efir moylari yumshatuvchi xususiyatga ega. Ma'lum bir sabablarga ko'ra yumshatuvchi kremlardan foydalana olmaydigan insonlar uchun ayni shu maqsadda jo'xori asqotishi aniq. Bunda yuqori samaradorlikka erishish uchun jo'xori yormasini suv yoki sutda biroz ivitib yumshatib olish va so'ngra niqob kabi teriga surtish va biroz vaqt o'tgandan keyin yuvib tashlash tavsiya etiladi. 6. Jo'xorida mavjud pektinlar teri ustida hamda oshqozonda himoya qavatini himoya qiladi. Bu holatda u kasallik chaqiruvchi bakteriyalarning teri ustiga tushishiga yo'l qo'ymaydi. Jo'xori yormasidan tayyorlangan niqoblar yuz uchun ham sochlar uchun ham birdek foydali. Kimlar uchun jo'xori yormasi tavsiya etilmaydi? Afsuski, organizmi glutenni ko'tara olmaydigan insonlar jo'xori iste'mol qilisha olmaydi. Zero uning tarkibida katta miqdorda gluten saqlanadi. 1 yoshdan kichik bolalarga ham ushbu yormani bermagan ma'qul. Tarkibidagi oqsillar bola qornini dam qilishi mumkin. Shuningdek, kalsiy yetishmovchiligidan aziyat chekuvchi insonlarga ham tavsiya etilmasligining sababi u nafaqat kalsiy o'zlashishiga to'sqinlik qiladi, balki uni organizmdan chiqarib tashlashi ham kuzatiladi. Shunday qilib, jo'xori yormasi oqsil va uglevodlarga boy yengil yegulik bo'lib, uni nonushtaga yeganingizda organizmingiz quvvat manbai bilan to'liq ta'minlanadi. Undagi B guruh vitaminlari ayniqsa homilador ayollar, 1 yoshdan katta bolalar va doimiy stress holatini boshdan kechiruvchi insonlar uchun juda muhim. Oshqozon kasalliklaridan aziyat chekadigan insonlar uchun ham u ayni muddao. Mikroelementlarga boy tarkibi uni foydali yeguliklar ichida peshqadamligini egallashiga sabab bo'la oladi. Jo'xori uy sharoitida kosmetika vositalari o'rnini bemalol bosa oladi. U yuz terisini tozalaydi, namlantiradi va hatto uning mikroflorasini oziqlantiradi ham. Ushbu xususiyati nafaqat yuz terisi, balki sochlar uchun ham foydali hisoblanadi. Ammo jo'xori yormasini iste'mol qilishning salbiy tomonlari ham bor. Masalan, uni yoshi katta insonlar va yosh bolalar ko'p yeyishi tavsiya etilmaydi. Sababi u kalsiy tanqisligini keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, uning tarkibida hosil bo'ladigan gluten oshqozon yallig'lanishini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli agar sizda nonushtaga jo'xori yormasini tanovul qilgan inson qornida og'riq yoki noxushlik hissi paydo bo'lsa, undan voz kechgan ma'qul. Umuman olganda esa jo'xori sizni kuch-quvvatingizni oshirib, yoshlik va navqironlikni saqlashingizga yordam beradi. O'zingizni ehtiyot qiling va salomat bo'ling. Doktor Uz kanaliga a'zo bo'lishni unutmang.